Assalomu alaykum akalar. Fundament apalafkalarimiz haqida qisqacha ma'lumot berib o'taman. Xo'p. Bu apalafkamiz razmeri 50 lik bo'ladi. Listi qalinligi 4 lik bo'ladi. Kontinuistdan qilingan bo'ladi. Orqalariga mana bu holatda charxlab gollik svatka qilib chiqilgan bo'ladi. Xo'p, bu yerda yangi listdan qilinganlari bor. Ularning razmeri 50 lik, listi qalinligi 2,5 bo'ladi. Orqasiga Turkiya 2 profil mana bu holatda svatka qilib chiqilgan bo'ladi. Xo'p, bu yerda 60 lik apalafkamizda konteyner eshik listidan qilinganlari bor. Xo'p, buni orqasiga o'zinliksidan kapalak qilib mana bunaqa to'q chiqilgan bo'ladi. Yonlari 2 martadan bukilgan bo'ladi. Xo'p, bu yerda 60 lik, 70 lik va mana 63 va yana 50 lik apalafkalarimiz bor. Xo'p, 60 lik apalafkamizning list qalinligi 208 bo'ladi. Xo'p, 70 lik, 60 liklarimizda 2 lik, bularda har xil variantlari bor. Orqasiga o'zinliksidan kapalak to'qilib, yonlari 2 martadan bukilgan bo'ladi bular. Hamma holatlardan bor. Bu yerda 70 lik, 50 lik konteynerda eshik listidan qilingan apalafkalarimiz. Hop, bularni 60, 70, 80, 1 metr xohlagan razmerlarda tayyorlab beraveramiz. Hop, bu yerda 27 lik, 30 lik, 35 lik va 40 lik ham hozir tayyor bo'lyapti. Sesmapoyez apalafkalarimiz. Bu yerda tayyorlanish jarayoni.